Mana ishdan mana shu yergacha kovlaymiz. Adashmasam mana shu yerda ulangan joyi. Ha, qo'shni tinchlikmi? Nima qilyapsiz? Suv turbasi eski edi, o'shani yangilatib turdim. 3 kun bo'ldi o'zi asfal qilganimizga. O'sha 3 kun oldin qilsiz bo'lmaydi shu ishingizni. Pulim yo'q edi. Endi pulim bo'ladi, yangilatib qo'yay deyapman. Hozir bu kovlayotganingizdan keyin chuqur bo'lib qoladi, yama bo'lib qoladi. Shuni valiroq qilsiz bo'lmaydimi, uka? Aka, sizni eshigingiz tayin kovlattiryapmanmi? O'zimni eshigim tayin kovlattiryapman shekilli. Boring ishingizni qiling, aralashmang. Sen g'alatimisan? Sizni uyingiz, meni uyim. Bu asfaltni davlat qancha pul sarflab qilib berdi bilasanmi? Agar sen yoningni sarflaganingda kovlashga ham o'ylanib qolarding. Tushunmadim. Nima deding? Aka o'zingiz boshing, Aka to'g'ri aytishyapti. O'zi asfalt bo'lganiga 3 kun bo'lgan bo'lsa bekor kovlattiryapsiz. Sen ishing bo'lmasin, kovlan uni. Tushunmadim. Menga qilmaysanmi? Aka bo'ldi o'zingiz boshing. Bari gap ta'sir qilmas ekan. O'zing boshqa usta topib qildirib olaver. Men ketdim.